Hozir sizlarga ko'p narsani tasdig'i bilan aytaman. Kim bu narsada o'zini ko'rdi, javob yozib qoldirasizlar. Bitta narsa deb otalar so'zini qo'yaman yo'qotganimda. Keyin o'sha narsani eshitmayman, ko'rmayman, kerak bo'lmaydi. Keyin bo'lsa ko'chaga chiqqanimda ham xuddi o'sha narsa nimadir olmoqchi bo'laman deb, nimadir olmoqchi bo'lib chiqib ketaman-da to'g'rirog'i. Keyin o'sha narsani olmayman deb, uni o'rniga ko'paytirib boshqa narsalarni olib kelaman deb 500 ming, 600 minglik narsa qilib olib kelaman. Keyin bo'lsa ingliz tilini saqlanib qo'yaman deb, saqlanib qo'yib turib, podpiska tashlab turib, o'rganaman deyman deb, o'rganmayman. Keyin bo'lsa kitob olaman deb, sotib olaman deb, o'sha kitobni o'qimoqchi bo'laman deb, keyin o'sha narsa kitob 1 yil, 2 yil turadi. Keyin shunaqa narsalar ko'p takrorlanadi. Yoki bo'lsa daftar tutaman deyman-da, yozish uchun. O'zimni kunimni qanaqa qilib o'tkazganimni, nimaga shukur etishganimni yozaman deb, va shu narsani qilmayman.